Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani 33-maktabga 1 soatga 2 tonna suv beradigan filtrimizni o'rnatdik. O'rnatib, ishlatib berdik. Ishlab turibdi suv filtr. Suv filtr qanaqa ishlaydi? Skvajinadan oladi suv filtr quduqdan. Quduqdan kelgan suv hozir bochkaga tushadi. Bochkadan suv nasos oladi, tayyorlov bosqichiga yuboradi. Tayyorlov bosqichidan teskari osmoz. Suv berishi 2 tonnadan ko'p suv beryapti. Suvning sho'rligi 2700 ppm. Skvajina kasalkaniki 2700-2800 ppm sho'rlikda. Bundan chiqqan toza suv hovuzga tushadi. Suv hovuz to'lgan payti o'zi o'chiradi. Bochkada ham suv tugagan payti filtr o'chiradi o'zi. Xavfsizlik uchun shunaqa qilganmiz. Kimga shunaqa suv filtrlari kerak bo'ladigan bo'lsa, sammoyka uchun, ishlab chiqarish, suv biznesi uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sizni biznesingiz biz bilan har doim oldinda bo'ladi. Yangi qurilgan obyekt. Bo'l. O'chiringlar ya.